Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Darslarimizni davom ettirgan bo'lamiz. Hozir bitta so'rov yozdim. Xaridorlar jadvalidan xaridorlarimizning ismi, familiyasi, ishlaydigan kompaniyasi, faks nomeri yoki telefon nomerlarini bizga chiqazib bergin degan boshiga, demak 10 ta qatori bizga chiqazib bergin degan so'rov yozdim va natijani mana ko'rib turibsizlar. Natijani chiqazib berdi. Xo'p, e'tibor beriladigan narsa bu yerda ismi, familiyasi to'liq keltirilgan, kompaniyasi hamma qatorlari ham yozilmagan, chiqazilmagan. Faks ustuni bilaman, xuddi shunaqa. Faks ustunida ham demak birinchi 10 ta qatorlikni faqat 3 tasidagina faksi bor, qolgan demak 7 tasida faks nomerlari ko'rsatilmagan. Telefon nomerlari bo'lsa, demak barchasida telefon nomerlari barcha qatorlarda ko'rsatilgan. Xo'p, o'tgan darslarimizdan ma'lumki, SQLni jadvalini yaratayotganda ularning ustunlari qanaqa turdagi qiymatlarni qabul qilishini ko'rib chiqqandik. Misol uchun string qiymat, text qiymat bo'ladimi yoki sonlarni qabul qiladigan integer qiymat bo'ladimi, float qiymat bo'ladimi, unday sonlarni qabul qiladigan yoki sanalarni o'zida saqlaydigan data time degan qiymatlarimiz mavjud edi. Endi agar qatorlarimiz qaysidir ustunda tashlab ketiladigan bo'lsa, xuddi mana bu kompaniyaga o'xshab yoki faksga o'xshab, demak xaridorlar jadvalidagi bo'sh tashlab ketiladigan bo'lsa, nima bilan to'ldiriladi? Bu demak o'zi aslida ustun string turdagi qiymatlarni qabul qiladi, ammo bu yerda bir qancha qatorlar tashlab ketilgan. Bu null qiymat deb ataladi SQLda. Hozir schemasini ko'radigan bo'lsak, customers bo'ladi. Yozgan bo'lsanglar. Xo'p, kompaniya demak varchar, demak bu string turidagi, varchar turidagi qiymat qabul qiladigan ustun ekan. Ism ustuni mana first name va familiya ustuni va last name'li ular ham varchar turidagi, lekin u yoqda demak not null deb ko'rsatilib ketilgan. Ya'ni bu ustunlarni to'ldirilayotganda albatta bunga qiymat kirgizib ketilishi kerak. Lekin kompaniya adres, city, state, country, postal code, phone, fax nomerlar demak bu yoqda not null degan sharti yo'q. Ya'ni bo'sh tashlab ketsak ham bo'ladi. Agar bo'sh tashlab ketadigan bo'lsak, SQLning o'zi bu ustunlarning qiymatini null degan qiymat bilan to'ldiradi. Xo'p, null qiymatlarning o'zi nima? Null qiymatlar demak bu hech qanaqa qiymat yozilmagan, qiymati qanaqa bo'lishi noma'lum bo'lgan qatorlarga demak null qiymatlarni yozib chiqamiz. Bu qiymatlar bizda null qiymatni qabul qilmaydi. Null qiymat emas, null. Yoki bo'sh satr emas. Bo'lmasam, demak boolean turidagi o'zgaruvchi bo'lgan false yoki true ham bo'lmaydi. Null noma'lum qiymat hisoblanadi. Birinchi hozir darsi boshimizda ko'rib chiqqan misolimizda mana kompaniya ustuni bizda text turidagi ma'lumotlarni qabul qilsa ham, ba'zi qatorlarda hech qanaqa ma'lumot kirgizmaganimiz uchun null degan qiymatlarni qabul qilgan. Null turidagi qiymatlar bilan ishlash uchun o'ziga xos yondashuv talab qilinadi. Misol tariqasida agar oldingi mavzularimizda o'tgan agregatsiya funksiyalarimizni ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak hech qaysi agregatsiya funksiyalarimiz demak 5 talasi ham sum, average, minimum, maksimum, count bo'ladimi? Hech qaysi null qiymatlarni hisoblamaydi. Faqat countda istisno bor. Countda ham qanaqa istisno? Demak, barcha agregatsiya funksiyalarida demak ustunlarning nomini ko'rsatib chiqadigan bo'lsak, barcha demak amallarni bajaradi. Sum misol uchun o'sha ustunda ko'rsatilgan ustundagi barcha yig'indilarni hisoblaydi, faqat null qiymatlarni tashlab ketadi. Countdan agar ustunni nomini yozadigan bo'lsak, o'sha yerdagi barcha qiymatlarni hisoblaydi, agar null qiymatlari bo'lsa tashlab ketadi. Agar yulduzcha bilan ko'rsatadigan bo'lsak, unda u holatda demak null qiymatlarni ham qo'shib hisoblab jadvalimizdagi barcha qatorlarni sonini ko'rsatib chiqadi. Count esinglarda bo'lsa, qatorlarni sonini ko'rsatuvchi funksiya edi. Ya'ni qatorlari
agar bo'sh bo'lmasa, nol qiymatdan iborat bo'lmasa, qancha ustun to'ldirilganini ko'rsatadigan qatorida. Bunga misol tariqasida o'sha agregatsiya funksiyalarimizga o'tganimizda customers jadvalida qancha demak do'konimiz mijozlari borligini ko'rib chiqqandik. Demak, birinchi ustunimiz mana agregatsiya qilib birinchi hosil qilayotgan ustunimiz barcha mijozlarimizni topib customers jadvalidan. Demak, uning uchun countdan keyin demak house ichida yulduzcha belgisini qilgandik. Endi kompaniyasi ko'rsatilgan mijozlarimizni topish uchun bo'lsa, countdan keyin house ichida demak kompaniya degan demak ustunni yozib chiqqandik. Kompaniyasi yo'q mijozlarni topish uchun bo'lsa, barcha mijozlarimizdan kompaniyasi mavjud bo'lgan mijozlarni ayirmasini topib, alohida ustun qilib, demak, mijozlar tablitsasidan, customers tablitsasidan alohida bitta jadval yaratib olgan edik. Nol qiymatlarning o'ziga xos xususiyatlaridan bittasi shunaqaki, demak, har qanaqa sonli ma'lumotga, sonli qiymatga nol qiymatini qo'shadigan bo'lsak, bizga natija sifatida nolni qaytaradi. Har qanaqa demak sonli qiymatni ko'paytiramizmi, demak undan ayiramizmi, qo'shamizmi, demak qiymat 0 bo'ladi va tekst turidagi ma'lumotlar stringga ham 0 qo'shadigan bo'lsak, natija 0 bo'ladi. Taqqoslovda qandaydir son yoki qandaydir qiymat bilan 0 ni solishtiradigan bo'lsak, natija 0 bo'ladi. Eng qiziq tomoni 0 o'ziga teng emas, 0 0 ga teng emas. Ya'ni 0 qiymat bilan 0 qiymatni bir-biriga tengligini solishtiradigan bo'lsak, natija baribir 0 bo'ladi. 0 0 ga teng emas deb natijani bizga chiqarib beradi. Sal hozir oldimizga, ko'zimizga, tasavvurimizga keltirish uchun ishlaydigan bo'lsak, kelinglar hozir o'tib chiqqanlarimizni demak amaliy tarzda ko'rib chiqamiz. Xo'p, har qanaqa songa demak 0 qiymatni qo'shsak 0 qaytarardi yoki ularga taqqoslasak javobimiz 0 bo'lardi. Tenglik operatorlari bilan ishlasak ham 0 ko'rsatish kerak edi. Taqqoslov operatorlarini ko'rib chiqishni boshlaymiz. Misol uchun aytaylik, select deymiz. Demak 5 kodtami 3 desak, bu bizada demak 1 degan qiymat qaytaradi, ya'ni true yoki false. Agar ko'rsatilgan shart to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, bizga 1 ni qaytaradi, agar noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa 0 ni qaytaradi. So'rovimizni bajarsak, demak mana bu yerda bizada 1 ni qaytardi. Endi 5 kodtami 7 dan deydigan bo'lsak, bizada qiymatimiz 0 bo'lishi kerak. Bu demak false qiymatni qaytaradi, yolg'on degan qiymatni qaytaradi. Endi solishtiruv operatorlarida 5 kodtami 0 dan desak, demak hech qanaqa qiymat qaytarmadi. Bu demak bizada 0 ni qaytardi. Yoki ko'rganimiz 0 tengmi 0 ga deydigan bo'lsak, tengmi 0 ga deydigan bo'lsak, yana 0 qiymatni qaytaradi. 0 teng emasmi 0 desak, bu holatda ham bizga demak 0 qiymatni bizga qaytarar ekan. Endi shunaqangi bizada so'rovlar kelib qolishi mumkinki, 0 ishtirok etgan qatorlarni qanday qilib chiqarish mumkin, qanaqa qilib topishimiz mumkin. Jadvallarimiz bizadan demak customersga o'xshab 59 tagina qatordan iborat bo'lmaydi har doim. Million degan qatorlar bo'lishi mumkin. O'sha holatda qanaqa qilib chiqazamiz? Demak, filtrlash orqali chiqazamiz. Qaytarmaganini sababi bizani demak hozir prezentatsiyamizga qaytadigan bo'lsak, demak prezentatsiyamizga qaytadigan bo'lsak, mana bu yerda taqqoslov operatorlari bor. Demak, kattalik, kichkinalik, katta yoki teng, kichik yoki teng, tenglik, teng emaslikni tekshiradi. Har qanaqa qiymatni 0 bilan solishtirsak, demak bizada 0 qiymatni qaytaradi. Shu holatda bizani demak bu so'rovimiz demak kompaniyasi 0 bo'lgan, barobar 0 bo'lgan qiymatni qaytargin desa, demak faqatgina 0 qiymatlarni qaytaradi, ya'ni bizada javob hech nima chiqmaydi. Xo'p, haqiqatda qaysidir ustunda, qaysi qatorlarida 0 qiymat borligini topish uchun nimadan foydalanamiz desa, demak sal boshqacharoq yo'l tutamiz. Demak, xuddi shu so'rovimizni qaytaramiz. Select first name, last name, company qilamiz.
from customers va filtr qo'yishni boshlaymiz. Or demak company is null deymiz. Is null deymiz va shu holatda null bo'lgan demak qatorlarni chiqazib beradi. Kompaniya demak ustunida null bo'lgan qatorlarni bizga chiqazib beradi. Birinchi demak ismini, sharafini va kompaniyasini ko'rsatib bizga null qiymatlarni chiqazib beradi. Endi agar shuni teskarisi, endi kompaniyasi bizda mavjud bo'lgan qatorlarni, null bo'lmagan qatorlarni chiqazib bergin desa nima qilamiz? Xuddi shu so'rovimizni qaytaramiz, faqat is null emas, is not null deb chiqazamiz, ya'ni aksini chiqazamiz. Is not null qilsak, demak bizda mana chiqazib berdi. Agregatsiya funksiyalarimizda ham ko'rsatilganda, demak kompaniyasi bor xaridorlarimiz 10 ta bo'lsa, kompaniyasi mavjud bo'lmagan xaridorlar demak 59 ta, 59 tadan 10 tani ayirib, demak 49 ta chiqazib berganda jadvalimiz bo'yicha. Slaydimizga demak qaytamiz. Slaydimizda hozir demak mana hozirgi o'tib chiqqan mavzuyimiz ko'rsatildi. Mana demak bu yerda ustunning nomi is null deb demak null degan qiymatlarnigina chiqarib olish ko'rsatdi. Yoki null bo'lmagan qiymatlarni topish uchun ustunning nomi is not null deb demak filtrda berishimiz kerak ekan. Shunaqa. Endi shunaqa bo'lishi mumkinki, demak bizda null bo'lgan qiymatlar bor qatorlarni ham qanaqadir qiymat bilan to'ldirib chiqqan, xuddi replace ga o'xshab deydigan bo'lsa nima qilamiz? Kompaniyasi nomi kirgizilmagan, lekin uni qandaydir bizga bo'sh qilib chiqazib bermaganda jadvalimizni to'liq qilib chiqazib bergan deydigan bo'lsa, mana select first name, last name, demak company from customers limit 10 ta qiladigan bo'lsak, mana shu jadvalda kompaniyasi agar ko'rsatilmagan bo'lsa, demak kompaniyasi yo'q, kompaniyasi keltirilmagan, ma'lumot yo'qmi degan bitta qiymat bilan bizga chiqazib bergan deydigan bo'lsa nima qilamiz? Shu holatda demak SQL ni bizga yordamga keladigan Kailis degan buyrug'i bor. Bu qanaqa qilinadi? Xo'p, so'rovimizni qaytaramiz, select qilamiz. Demak, bizga kerak bo'lgan ustunlarni chiqazib olamiz. First name, last name, demak va qaysi qatorda null bilan ishlamoqchimiz va nullni o'rniga qanaqadir qiymat kiritib ketmoqchimiz, shuni yozamiz. Demak, Kailis qilamiz va ustunning nomini yozib chiqamiz. Demak, company qilamiz va agar shu ustunimiz bizda 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, nima qiymat yozmoqchimiz? Kompaniya nomi keltirilmagan deb qiymat bilan to'ldirib chiqamiz. Agar 0 bo'lsa, demak from customers degan ustundan va limit qilamiz 10 ta. Mana shunda, mana e'tibor bersanglar, 0 qiymatlari bor qatorlarning o'rniga kompaniya nomi keltirilmagan degan qiymatlarni yozib chiqdi. Bu demak qaysi holatlarda kerak bo'ladi? Ba'zi holatlarda qatorlarimiz aytaylik raqamli qiymatlardan iborat bo'ladi va raqamli qiymatlardan iborat bo'lganda o'ziga xos demak raqamli qiymatlardan iborat bo'lganda uni ko'paytirish, bo'lish, har xil agregatsiya funksiyalarini bajarishimizga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Shu holatlarda demak yana ham to'g'ri, demak ishonchli ma'lumotlarni olish uchun uni qandaydir songa almashtirish kerak. Qaysidir joyda 1 ga almashtirish mumkindir, qaysidir joyga 0 ga almashtirish mumkindir. Shu holatlarda demak Kailis bizga ancha asqotadi. Xo'p. Demak, Kailisni bizda yozilish tartibi, demak
so'rovchi foydalanuvchiga istalgan qiymatni almashtirib beradi. Demak, Kalis mana select qismida qaysi ustunda foydalanmoqchi bo'lsak, o'sha demak ustunni nomini yozamiz va agar nol qiymat bo'ladigan bo'lsa, qaysidir qatorda qaysi qiymatga almashtirishimizni ko'rsatib chiqazamiz va xohlasak elistdan foydalanamiz. Bitta narsaga diqqat qilishinglarni iltimos qilardim. Bu yoqda bizda Kailistda agar nol qiymat bo'lsa, demak bizga ko'rsatgan boshqa qiymat bilan almashtirib berdi. Lekin asosiy jadvalimizda hech qanaqa o'zgartirish bo'lmagan. Bizga faqat so'rov bergan qismimizni chiqazib berdi. O'zimiz xohlagan tartibda asosiy jadvalda, original jadvalda hech qanaqa o'zgarish bo'lmagan. Uni ko'rish uchun demak, yana oldingi so'rovimizni qaytaradigan bo'lsak, nol qiymat nolligicha qolibdi. Mana yana nol qilib chiqazyapti. Biz hozir demak o'tayotgan mavzuyimiz demak data manipulation language degan qism bo'lgani bilan manipulyatsiya qilayotganda biz faqat o'qiyapmiz. Jadvallarni o'qiyapmiz. Select qismi data query language o'qiyapmiz. Demak, data manipulation language ichidagi data query language qo'yamiz. Bu yerda jadvallarni o'zgartirish, qiymatlarini o'chirish yoki ularga qo'shish, yangi qatorlar qo'shish degan narsalar yo'q. Faqatgina demak jadvallarni o'qiyapmiz va u jadvallarni demak o'zimizga kerakli shaklda chiqazib olyapmiz. Hattoki ustunni qo'shsak ham o'sha so'rovimizda select statementida asosiy jadvalimizda hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Hop, kelaylik yana bitta kichkina mavzu o'tib chiqamiz. Bizaga mana ismi alohida ustunda bergan, sharafi demak familiyasi alohida ustunda bergan va kompaniyasi bergan. Shunaqangi so'rov kelishi mumkinki, ism va sharafini bitta ustunga bizaga joylashtirib bergin va kompaniyasini demak alohida ustunda bo'lsin deydigan bo'lsa, bizaga yordamga concat degan demak buyruq kelar ekan. Bu yerda demak 2 yoki undan ortiq ustunlarni bir-biriga qo'shish uchun demak concatdan foydalanamiz. Ko'rib turganinglar, bu ham xuddi Kalisga o'xshab select statementini ichida bo'ladi. Ustunlarni demak qaysi ustunlarni bir-biriga qo'shmoqchimiz, xohlasak bu yerda keyin elist qo'shamiz as orqali va shuni hozir so'rovimizda ko'rib chiqamiz. So'rovimizni boshlaymiz. Select qilamiz. Concat. Xo'p, ochib turib qaysi ustunlarni birlashtirmoqchimiz, qo'shmoqchimiz, shuni topib chiqamiz. Demak, first name va last name'ni qo'shib chiqamiz. Endi va keyin company'ni qo'yamiz. From customers degan jadvaldan boshdagi 10 tani. Endi hali so'rovni bajarmay turaman. Yoki first name bilan last name qo'shib o'rgan desa, menda oladida shu ikkalasini birlashtirib qo'ya qoladi. Mana misol uchun Luis Gonzalesni bir-biriga demak qo'shib o'radi. Hech qanaqa orasidagi farqlamasdan. O'shaning uchun biz buni chiroyli ko'rinishda chiqarish uchun demak o'zimiz ham string qo'yishimiz mumkin atrofiga. Men hozir bo'sh probel qo'ydim. Bo'sh probel qo'yib turib qilsam, demak mana ismi va familiyasini bir-biridan ajratib berdi probel bilan. Endi probelni o'rniga demak mana bunday qo'yishimiz mumkin. String qo'shamiz o'zimiz xohlagancha, demak ismi deymiz va probeldan keyin familiyasi deymiz. Mana shu yerda mana Luis Gonzales deb ismi familiyasini chiqarib beryapti. Demak so'rovimizni qaytaramiz. Mana bu yerda elist ishlatib qo'ysak bo'ladi. S demak to'liq ismi desak, demak mana probel bilan chiroyli ko'rinishda Luis Gonzales bo'lib chiqdi. Demak, concat ham o'zidan oldingi demak Kalisga o'xshab asosiy jadvalimizda hech qanaqa o'zgartirish kirgizmaydi. Asosiy jadvalimizda to'liq ismi degan demak ustun bizda paydo bo'lib qolmadi hozir. Biz faqat mavjud ma'lumotlardan o'zimizga chiroyli tartibda ma'lumotlarni chiqarib olamiz. Bu yerda to'liq ism degan hech qanaqa qo'shimcha ustun paydo bo'lib qolmadi.
Bugungi o'tadigan mavzuyimiz shu edi. Rahmat ajratgan vaqtingiz uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.